Düm arzan narxlarda həmməsi 80 min somdan boladı. Poduşlaran Poduşlaran bələn. Edikorundan getədik 50 min som. Halaqa setlər var. Bunda tepələn göstərsələr hər xil setlərindən var. Həmməsi 50 min somdan. Gələ həmməsi halaqayız 30 min somdan. Həli mağazinimizdə köp. Gəlsəzlər Polni alış-veriş bedətəsilə xuda xalasa. Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Yaxshimisizlar, xormanglar. Bugungi video rolikimizda sizlarga Umar Shoes do'konining yangi filialini obzorni e'tiborlaringizga havola qilamiz. Umar Shoes do'koni ko'pchilik yurtdoshlarimiz bilish kerak. Deski kiyim-kechaklar asosan sotiladi, kilo sotiladi obunachilar. Undan tashqari har xil turdagi oyoq kiyimlarni topishingiz mumkin bo'ladi. Narxlari ham hamyonbop, qulay narxda, arzon narxda bo'ladi hurmatli yurtdoshlar. Video rolikimizni o'tirmang, oxiridan ko'ringlar. Sizlar uchun foydali va manfaatli video rolik bo'ladi va kichkina ijodimizni qo'llab-quvvatlab bir like bosishni yoddan chiqmasin. Umar Shoes do'konining manzilini qo'ldan kelgancha tushuntirishga harakat qilaman. Diqqat bilan eshitinglar. Obunachilar, oldimizda Urganch dehqon bozori yonidagi Karvon shopping savdo markazi bo'ladi. Shuni podval qismina tushasizlar, keyin 9-do'konga borasizlar obunachilar. Hozir qaranglar. Urganch dehqon bozori yonidagi Karvon shopping savdo markazini ikkinchi zakritiy tarafga qarab turgan podval qismidan tushamiz. Bu yon taraf 9 etajga bo'ladi. Bu yonimiz esa avtobusning stoyanka obunachilar. Bu yonimiz esa pavilyon. Esa pastga tushamiz obunachilar. 9-do'konga boramiz. Bu yonimizda nonchilar, obunachilar, non mahsulotlari sotiladi. Bu yonda salatlar. Undan ham o'tib ketamiz. To'g'ri 9-do'konga qarab boramiz. Eskalatorning ro'parasida bo'ladi. Yine eskalator, lift obunachilar shuni ro'parasida. 9-do'kon. Eskalatorning orientirkalari arasida. 9-do'konga kelarasiz. Assalomu alaykum. Rayhon, singlim yaxshimisiz? Assalomu alaykum, yaxshimisiz tag'a? Allohga shukr. Xudo xolasa yangi filialga ko'chib oldingiz-a? Avvalgi do'kon ishlamaydi endi. Yo'q, avvalgi do'konimiz hozir ishlamaydi turibdi. Hozir bu do'konga ko'chdik. Bu yondamiz. Ko'pchilik biladi Umar Shoes. Endi bu yon tarafda bo'ladi, Karvon shoppingning ichida. Podval qismida 9-do'kon. Eskalatorning ro'parasi bo'ladi obunachilar. Zo'r yangiliklar kelgan. Sizlar Azina saytxonam bilan birma-bir reklamatib chiqamiz. Boshlaymiz esa. Ko'ring, magazinimizda qo'shma krossovkalarimiz kelgan yana. Zo'r. Gucci variantlari bor, Shein variantlari bor. Xohlasangizlar, yana mening past variantlari ham bor. Magazinimizda bularning narxlari 80 ming so'mdan bo'ladi. 80 ming so'mi? Har xil krossovkalarga magazinimizda dum arzon narxlarda hammasi 80 ming so'mdan bo'ladi. Poduşlaran Poduşlaran baland. Edikorundan getadi. Qishda bizda dedim uning qor yomg'ir yog'ib yotmaydi agar bilsangizlar. Tushunadi. Keyin ishini ichlari, issiq, uchiplyonli zo'r makaslar bor. Bu nerning mahsuloti bo'ladi? Bular hammasi Xitoy, Pekin mahsulotlari yana. Har xillari bor. Bularning 40-41 razmeri bor. Magazinimizda bular hammasi 95 ming so'mdan bo'ladi. Yana ikki xatardaglar krossovka hammasi 80 ming, pastdagilar 95 mingdan. Keyin har xil kabloklarimiz bular novinkaga bo'lib keldi yana. Kabloklar xo'shaylikana. Buni ayollarimiz yaxshi tushunadi. Vot. Har xil varianti bor magazinimizda yana. Bular 130 ming so'mdan Umar Shoes'a podpiska bo'lib gellar uchun yana. 130 ming so'mdan bo'ladi. Boshqa yerlarda 250-300 ming so'm kabloklar. Hammasi 130 mingdan bo'ladi. Tushunadi. Hozir bu yerda asosan podrastkoy и детский oyoq kiyimlar. Podrastkoydan boshlanadi. 36 dan 40 gacha, 41 gacha bor. Hammasidan. Keyin shuning Porsche jinsilar bor 50 ming so'mdan. 50 ming so'm, ha? Sizga podpiska bosib kelganlar, bizlarga bosib Bizlarni aytib kelganlar. Ha, aynan. İşlar ham 50 ming so'mdan jemper. İçinden giyib, üstüne vezan giyib yursalar, udobniy, zo'r 50 ming so'm. Halagan setlar bor. Bunda tepelən göstərsələr, hər xil svetlarindən bor. Hammasi 50 ming so'mdan. Tushunadi. Keyin pastda ham uchiplyonnilardan bor. Yana. Bular Xitoy o'zbek aralash. Past podoshlari zo'r. Buni ko'pchilik ko'rgan biladilar ham bundan. Har xil variantlari bor. Bularning narxlari 55 ming so'mdan chiqdi. Hammasi 55 ming so'mdan skidkada. Razmerlarni tushadimi? Razmerlari 36 dan boshlanadi, 41 gacha bor. 41 gacha. Hammasidan 41 gacha bor. Tushunadi. Bu yon tarafda o'zi Bu yon podrastkoy. tarafı o'zi krossovka, ko'rsatgan narsalarim. Shu, bular ham 80 ekan, ekan. Krossovkalar 80 mingdan. Tushundim. Ulroq ekanda, shuni aytaman. Keyin Jinsovkalar. bunda jinsilar bor.
Hər xil xoşay cinsilar var mağazində ilə. Cinsilar 100 minlər. Halagan gələdilər, giyib görədilər, aladılar ilə 100 min somla. Hər xil modaları var, birisi birisində təkrarlanmıydı. Həmməsindən bir dana gələyinə. Hər xil variantlarından var. Detskilərə məkkəbsə, kim keçəklərə? Detskilərə var ilə. Xoşay cinsilar var. Gəlib, bu 100 min som. 100 minlər. Yenə hər xilləri var. Detski qızlar üçün həm 100 min somla. Detskilə yenilik bok gəldi. Bunu hələ köpçilik yaxşı bilmədi. Bir mərtə reklama çıxardıq, bunu köp çıxarmadıq. Bunlar kilağa buladı. Kilağa ölçəb bərlədi. Kilası 220 minlər. Hər xil variantda nərsələr var. Təbəy, bunlar da pəsinə. Şunun. Doyki. Bunlar var. Kilağa bunlar ölçəb bərlədi. Kilası 220 minlər. Keyin bir yenilik aytaman 5 kilodan köp alqanlar, 5 kilo alqanlara doполнительно arzan etib gəlişib bərlədi. Həm bonuslar, həm badəbay. Keyin Rayxan kilosunu neçəsən? Kilosu şu 220-dən gələdilər. Bunlar qram çıxadı, qram. Düşünəlim. Düm arzdan baxalıqda çıxadı. Ölçəbəm göstərəmizmi? Bol, bir ikisini ölçəbəm göstərməm. Pijama alabayla. İçləri qalın. Bunların Pekin mi? Həmməsi Pekin. İşləb çıxarışmaz ha? Yox, işləb çıxarışmaz. İşləb çıxarış bilən bunu gəlib tutub görsəydilər, rəsmi biləsilər. Sintetik emas ekan. Zor. Hazırını ölçək göstərmə. Bilinədi, haqiqətən aytqanız deyin. Baxaq. 44 min som çıxadı. Bu iştanı həm uyda gizli qoymağa. Qalın ekan lan ha? Qalın. Düşündüm. 44 min som çıxadı. Acayip. Hər xil zor Kurtkani qo'shar ekan. Yana shu kurtkani ham qo'yib ko'ring, Rayxon. Shu kurtkani ham qo'yib ko'ramiz. Astan уже assortimentlarga boshladi. Har xil assortimenti bor yana. 110 min so'm bo'ladi ekan. Normalniy 110 min so'm. Ichlari. Qalin. Ham variant ham xo'shay variant. 110 min so'm chiqadi. Arzan etib gəlişdirib bərabərlə gəlsəydilər, Rayxonda ekəngdə, Səyidxanadan görüb gəldik desəydilər, gəlişib arzanlaşdırıb bərəmirsiniz. Mağazada hər xil vəclə var. Tushunarli. Endi yangi, xudo xolasa, yangi filiallar ko'chish munosabati bilan asta-asta aynan doldurib turibdilar bunachilar. Avval oyoq kiyimlari bilan shug'ullanar edingiz, to'g'rimi? Oyoq kiyim bilan shug'ullanar edik. Hozir endi har xil narsalarni dik mağazada dum ko'p assortimentda vəclə var. Keyin qarang, ishinin zo'r narsalarimizdan bor. Bular ochib ketibdi. Üstü pəsti bular. Bahaları nerealni bahalarda 30 min so'mdan bo'ladi. Har xil raset. Pekin, har xil mahsulot. Har xil sveti bor. Teylar ham boshqacha svetlari bor. Korishnoyisi, qarasi, Gələverəsilər həmməsi xalaqayız 30 min so'mdan. Həli mağazinimizdə ko'p. Gəlsəydilər, polini alışveriş biletəsilə xuda xalasa. Bemalol gələverəsilər, görünlər. Skikamiz xuda xalasa 3 gün bo'ladi, 3 gün. 3 gün bo'ladimi? Gələverəsilər 3 gün. Video chiqqandan keyin 3 kun bo'ladi. Hurmatli yurtdoshlar, masalan Rayxon, sizga katta rahmat obzor uchun singlim. Hurmatli yurtdoshlar, ekranda Umar Shoes do'konining telefon nomerlari yozilgan bo'ladi. Agarda mabodo adresini tushunmay qoladigan bo'lsangiz, bemalol bog'lanib kelaverasizlar. Xayr, sog' bo'linglar.